Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Men vrach dermatolog Ahmedov Rahmatullo Rustamovich. 5 yillik tajribaga ega dermatologman. Azizlar, ko'pchilik so'raydi, yuzimda ugrilarim bor, qanaqa krem surtsam bo'ladi, qanday qilib ketkizsam bo'ladi deb. Bugun sizlar bilan ugri kasalligini bitta krem bilan ketkizsa bo'ladimi, yo'qmi? Shu haqida gaplashib chiqamiz. Agar siz meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, kanalimda ko'plab videolarni chiqarganman, aynan ugri kasalligi bo'yicha. O'shalarni ham batafsil ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, demak boshladik. Hozirgi vaqtda internetda juda ham ko'plab reklamalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yuzingizda ugrilar bo'lsa, mana bu kremni surting yoki agar yuzingizda mana shunaqa ugrilar bo'lsa, mana bu kremni sotib oling. Juda ham shunaqa ko'plab ma'lumotlar bor. Bunaqa ma'lumotlarni hammasiga ham ishonish kerak emas, chunki ugrining darajalari ko'p, ugrining chiqish sabablari ko'p. Siz ba'zi bir hollarda o'sha kremlarni olib surtganingizda u sizni yuzdagi ugrilarni ozroq ketkizishi mumkin, lekin ugri ichkari sababdan chiqishi bo'lganligi sababli bu narsalar yana kelib chiqadi. Keling siz bilan o'zi ugri kasalligi nima sababdan kelib chiqadi, uni qanaqa darajalari borligini ko'rib chiqamiz va shunga qarab siz bundan xulosa qilasiz. O'zi ugri, ya'ni husnbuzar kasalligi bu yog' bezlari faoliyatining buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu kasallik odatiy holat emas. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Hammamizning terimizdagi mayda yog' bezlari bor. Bu yog' bezlari hammamizda normal holatda yog' ishlab chiqarib turadi. Ba'zi bir holatda bu yog' bezlar o'zidan haddan tashqari ko'p yog' ishlab chiqarib va mana shu yog' ishlab chiqaradigan kanalni tepasida giperkeratoz bo'ladi. Ya'ni chiqadigan joyda giperkeratoz. Giperkeratoz degani bu chiqaruv teshikining qanlashi, ya'ni ustida probka hosil bo'ladi. Probka hosil bo'lganligi sababli yog'lar teridan tashqariga chiqishi qiyinlashadi va teri tagida to'planib qoladi. Shuning natijasida insonning yuzida yoki tanasida ugrilar paydo bo'ladi. Endi bu yog' ishlab chiqarishning ko'payishiga yoki giperkeratoz hosil bo'lishiga nima sabab qiladi? Birinchi o'rinda bu yerda genetika hisoblanadi. Ya'ni avlodda sizda biron kishida ugri bo'lgan bo'lsa, bu darajada emas, kamroq chiqqan bo'lsa ham sizga chiqish ehtimoli bo'ladi. Aynan ota-onangizda emas, amakilaringizda, tog'alaringizda, bobolaringizda bo'lgan bo'lsa ham chiqish ehtimoli bo'ladi. Bu asosiy sabab hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda bu gormonlardan bo'ladi. Aynan jinsiy gormonlardan, ya'ni jinsiy gormonlaringiz bir ko'tariladi, bir pasayadi, shu ham ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi narsa bu ovqatlanish, ya'ni shirinlik, gazlik, fast food kabi narsalarni yeysiz, ular bor narsani yana ko'paytirib beradi, qo'zg'atish holatlariga olib kelishi mumkin. Uchinchi qo'zg'atadigan narsa bu, ya'ni mana shunday holatga olib keladigan narsa bu stress hisoblanadi. Ya'ni biz stress qilgan vaqtimizda organizmda kortizol gormoni ko'payib ketadi. Kortizol gormoni mana shu holatni kuchaytirishga yordam beradi va qolgan uyquni yaxshi bo'lmasligi, chekish, ichish ham mana shunaqa narsalarga olib keladi. Lekin asosiy sabab bu yerda genetika hisoblanadi. Endi sabablari va kelib chiqishini aytdik. Undan keyin ugrining darajalari bor. Hozirgi vaqtda juda ham ko'plab klassifikatsiyalar bor, lekin oxirgi klassifikatsiya va oson klassifikatsiya bu darajalari bo'yicha 4 xil darajasi bor. Yengil darajasi, o'rta darajasi, og'ir darajasi va o'ta og'ir darajasi deyiladi. Yengil darajasida 4 ta 5 tagacha mayda ugrilar bo'ladi. O'rta daraja уже 5 tadan 20 tagacha sanaydigan ugrilar bo'ladi. Og'ir daraja уже kattaroq tugunli ugrilar chiqish boshlaydi. Unda nima borda? Konglomerat formada katta bezli ugrilar bo'ladi. Bizlar vrachlar ugrilarni davolashni aynan mana shunaqa darajalari bo'yicha ko'pchilik bemorlarga lecheniya qilamiz. Agar sizda birinchi daraja bo'lgan bo'lsa, ya'ni bitta, ikkita ugri, 3 tagacha ugrilar bo'layotgan bo'lsa, siz ma'lum bir kremlar bilan va parhezlar bilan bu ugrilarni pasaytirishingiz mumkin. Lekin agar sizda уже 5 tadan ko'proq ugrilar chiqayotgan bo'lsa, muntazam chiqayotgan bo'lsa, bu yerda siz vrachsiz o'zingiz lecheniya qila olmaysiz. Ba'zi bir bemorlarimizda, ko'pchilik qizlarimizda men yuzimga har xil narsalar qilib ko'rdim, hamma narsalar qilib ko'rdim, lekin foyda bermayapti deb aytishadi. Ulardan so'raganimda, nima qilganingiz deganimda, ular aytishadiki, yuzimga demak, uxodva narsalar ishlatdim, har xil penkalar ishlatdim, kosmetologlardan bo'lib naborlar oldim, internetda hozir reklama qilishyapti, shunaqa naborlarni oldim, ularni ham qildim. To'g'ri, ularni qildim, ozroq ketgandek bo'ldi, lekin yana qaytib chiqdi deb aytishadi. Bu yerda ular faqat ustidagi giperkeratozni ozroq pasaytirishga erishadilar, lekin bu yerda ular yog' bezlarining faoliyatini pasaytirishga o'tmaydilar. Yog' bezlarining faoliyatini pasaytirishga albatta vrach dermatolog bilan maslahatlashib, etap-etap lecheniya qilish kerak bo'ladi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotda, ya'ni butun dunyoda ugri kasalligini retinoidlar bilan davolanishga o'tishgan. Retinoidlar bu ugri kasalligining to'liq kelib chiqish mexanizmini to'xtatadi, ya'ni giperkeratozni hamda yog' bezlarining faoliyatini pasaytirishga yordam beradi va shuning hisobiga ugri chiqishlari to'xtaydi. Faqat retinoidlar bilan davolashda vrach tavsiyasi bilan lecheniya qilish kerak bo'ladi. Retinoidlar ikkiga bo'linadi, ichiladigan retinoidlar bor hamda topiskiy, ya'ni surtiladigan retinoidlar bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda, ya'ni siz vrach tavsiyasi bilan lecheniya qilsangiz agar natijaga erishasiz. Bitta ikkita kremni olib surtaman desangiz agar, bunaqa holatda sizda ozroq vaqtinchalik effekt bo'lishi mumkin, lekin unda yana sizda ugri qayta chiqadi. Afsuski, hozirgi vaqtda eski vrachlarimiz yoki eski adabiyotlarda o'qigan vrachlarimiz eskicha metodlar bilan lecheniya qilishadi, ya'ni yoki xalqimiz bir-birlaridan so'rab eskicha yo'llar bilan lecheniya qilish, ya'ni qon
almashtirishadi, ichaklarni tozalashadi. Bunaqa narsalar o'g'ri kasalligini ketkazishga yordam beradi yoki kosmetologlarimiz faqat chistkalar bilan o'g'ri kasalligini davolashga harakat qilishadi. Bu ham chistkalar ham vaqtinchalik effekt beradi. Hozirgi vaqtda o'g'ri kasalligini davolashda qon almashtirish metodlari уже qo'llanilmaydi. Bu juda ham eski metod hisoblanadi va O'zbekistonda qon almashtirish mumkin emas hozir. Ichaklarni tozalash ham bu ozroq sizni o'g'rilaringizni ozroq kamaytirishi mumkin, lekin yana qayta chiqishiga yordam beradi. Mani o'zimda demak bemorlar qanaqa lecheniya qilishadi. Menga demak onlayn konsultatsiyam bor, offlayn konsultatsiyam bor, ya'ni kelib ko'rinishingiz ham mumkin yoki kela olmasangiz onlayn ko'rinishingiz ham mumkin. Demak men bemorni rasmlarini, yuzlarini holatini ko'raman. Agar onlayn bo'lsa, demak rasmlarni yuboradilar, agar offlayn bo'lsa, живой ko'raman. Ko'rgandan keyin demak o'g'rining darajasini aniqlayman va diagnoz qo'yaman. Va o'sha darajasiga qarab, ya'ni bir ikkita qo'shimcha savollarni bergan holda diagnoz qo'yilgandan keyin lecheniya boshlaymiz. Lecheniyada ham biz yuzni holatiga qarab birinchi etapda vaspaleniyalar, ya'ni yirinani kamaytirishga o'tamiz. Yirinlari pasaygandan keyin keyingi etapga biz yog' bezlarini kichraytirishga o'tamiz. Yog' bezlarini biz hammada har xil, kimdadir 3 oyda, kimdadir 6 oyda, kimdadir 7-8 oygacha darajasiga qarab etap-etap kichraytiramiz. Bu hammasi ichiladigan va surtiladigan dorilar bilan bo'ladi. Va o'sha yog' bezlari bizda faoliyatini pasaytirgandan keyin sekin-sekinlik bilan o'g'ri chiqishlari to'xtaydi. O'zi har bitta o'g'ri qaytgandan keyin tagida qizil-qizil izlar qoladi va biz o'sha izlarni ham lecheniya davomida korreksiya qilib, surtiladigan dorilar bilan pasaytirib boramiz. Meni natijalarimni Telegram kanalim bor. O'shanga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham ko'plab natijalar bor yoki Instagram sahifamdan ham ko'rishingiz mumkin. O'sha yerdan men natijalar bilan bo'lishib boraman. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, bitta krem bilan ketqizaman deb harakat qilmang. Ayniqsa 2-chi, 3-chi, 4-chi darajasi bo'layotgan bo'lsa, bunaqa holatda siz albatta vrach dermatologga murojaat qiling. Ko'pchilik so'raydi, doktor siz bilan qanday qilib bog'lansak bo'ladi? Demak, telefon raqamlari mana shu, administrator bilan bog'lansangiz bo'ladi yoki mana shu nomerda Telegram bor, Telegramdan ham rasmlaringizni yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki qabulimga kelsangiz bo'ladi. Men Samarqand shahridagi Royal Med klinikasida ishlayman. Faqat kelishdan oldin bitta administratorlarga telefon qilib kelishingiz kerak bo'ladi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring hamda podpisatsiya bo'lib qo'ying. Chunki biz har oyda 2-3 ta videolar chiqamiz. O'sha videolar sizga manfaatli bo'lishi mumkin.